Mana bugun Andijon tumanidagi bolalar oromgohida Andijon viloyat musiqali drama teatri o'zini 3 dangacha spektakl bilan mehmon spektakl tomosha qilish jarayonida birozdan so'ng spektaklni boshlaymiz. Maza qilamiz. Qo'yaversanmi? Agar bunga qarshi ijrosida 3 dangasa spektaklini namoyish qilamiz. Marhamat. Menga qaranglar, nimani qazisa, nimani qazisa? Xo'rozda. Oğullarınızı yapsın, çarşımasından boya. Haydi koşuyor. Guruh ijodkorlari bolalar uchun dam olish oromgohiga spektakl namoyish etish uchun tashrif buyurdik. Kuzatishda davom etinglar. Biz ijoddamiz. Voy endi eshagimiz nima qiladi? Shoshma. Bu haligi eshak. O urib o'ldirilgan eshak go'sht qol. Nega ishonmaysiz? Eshak go'shti. Haydilar mana biz Oshxonadagi oromgohdamiz. To'g'ri aytasan. O'zi tanbal. O'quvchilar, talabalar, o'quvchilar dam olyapti, birlikda mazmunli o'tkazyapti. Biz ham shunga hissa qo'shish uchun teatrimiz repertuaridan joy olgan 3 dangasa deb nomlangan spektaklni olib kelganmiz va o'sha spektaklni tomoshabinlarga havola etyapmiz. Menimcha tomoshabinlarimizga spektaklimiz yoqyapti. Просто bu boyota Aqaloqqa o'xshab, bu bolaga o'xshab bo'lish kerak emas ekan. U eslik bolaga o'xshash kerak ekan. Xo'p, spektakl ko'rdingmi? Endi o'yinga tushamizmi? Rahmat. Demak, yolg'on gapirish kerak emas ekan buni bilan. Hamma o'rnida turib, maza qilib o'ynaymizmi? Haq qarshi, hammalar davraga